Assalomu alaykum, aka-ukalar, kuzatib borayotgan yaqin insonlar. Poddesh keluvchi oldindan kattakon rahmat. Kecha arxivdagi videolarni storiesini qo'ydim. O'sha video deb olib 5 yosh, oradan 10 yil o'tib, mana ko'rishingiz mumkin, professionalniy detailing polirovkachi bo'lib yetishib chiqdi. Bizani taniydigan okalarimiz juda ham yaxshi bilishadi. O'zimda nimaiki polirovka sohasida bo'lsa, jamiki hamma narsani o'rgatganman. O'zimni libboy polirovkachi bilan tashlashadigan darajada professionalniy polirovka qilaman. Mana shu ukamni, jiyanimni ham xuddi shunaqa yetishtirganmiz. Ko'rishingiz mumkin, BYDmi, Gelikmi, Matizmi, libboy mashinani, bizning ishxonaga kelgan mashinani polirovkasini mana shu bolani o'zi qiladi. Libboyga javob mashinani patkulish topshiramiz. Bu gapim bilan nima demoqchiman? Mashinani yosh bo'lib berib qo'yargansan, shunaqa ekan, unaqa ekan degan gapga ishonmanglar, okalar. Biz 5 yoshidan beri shu bolani 10 yil davomida yetishtirib, shu darajaga olib chiqdik. 10 yil davomida o'zi